40 yil oldin Eron juda qo'rqinchli bir haqiqatni anglab yetdi. U an'anaviy urushda Amerika Qo'shma Shtatlarini hech qachon mag'lub eta olmasligini tushundi. Shu sababli u butunlay boshqa turdagi urushga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Bu strategiyani tushunish uchun 1980-yillarga qaytishimiz kerak. O'sha davrda Eron zamonaviy Yaqin Sharq tarixidagi eng uzoq va eng halokatli urushlardan biri. Eron-Iroq urushini olib borayotgan edi. 8 yil davom etgan bu shafqatsiz urush 1980-1988 davomida Eron va Iroq o'rtasidagi mojaro 100 minglab insonlarning halok bo'lishiga sabab bo'ldi hamda har ikki mamlakatni jiddiy darajada vayron qildi. Ushbu urush davomida Eron muhim va og'riqli bir saboq oldi. Zamonaviy urush tubdan o'zgargan edi. Ilg'or texnologiyalarga ega davlatlar, kuchli harbiy havo kuchlari va mustahkam ittifoqchilarga ega mamlakatlar juda katta ustunlikka ega bo'ladi. Eron shuni angladiki, agar u bir kun kelib Amerika Qo'shma Shtatlari kabi juda katta harbiy qudratga ega davlat bilan to'qnash kelsa, tanklar, reaktiv samolyotlar va katta qo'shinlar bilan olib boriladigan an'anaviy urush nihoyatda qiyin bo'ladi. Shu sababli eronlik harbiy rejalashtiruvchilar boshqacha fikrlay boshladilar. Ular kuchliroq raqibni to'g'ridan-to'g'ri jangda mag'lub etishga tayyorgarlik ko'rish o'rniga har qanday urushni raqib uchun nihoyatda qimmatga tushadigan strategiyani ishlab chiqishga kirishdilar. Bu nomutanosib urush deb ataladi. Oddiy qilib aytganda, nomutanosib urush kuchliroq dushman bilan uning kuchli tomonlari bilan to'qnashmasdan, aksincha, uning zaif tomonlariga zarba berish orqali kurashishni anglatadi. Masalan, Amerika aviatsiya tashuvchi kemalari va yashirin bombardimonchi samolyotlar bilan raqobatlashish o'rniga Eron to'xtatish qiyin bo'lgan arzon va moslashuvchan qurollar hamda usullarga e'tibor qaratdi. Ushbu strategiyaning muhim qismi raketalar va uchuvchisiz uchish apparatlariga katta sarmoya kiritishdir. Zamonaviy qiruvchi samolyotlarga juda katta mablag' sarflash o'rniga Eron mintaqa bo'ylab nishonlarga zarba bera oladigan ko'plab ballistik raketalar va uzoq masofali uchuvchisiz uchish apparatlari zaxirasini yaratdi. So'nggi yillarda aynan shu apparatlar Eronning eng muhim strategik vositalaridan biriga aylandi. Bu arzon hujum uchuvchisiz apparatlar uzoq masofani bosib o'ta oladi va ko'p miqdorda uchirilganda havo mudofaa tizimlarini ham bosib o'tishi mumkin. Yaqinda Eron ushbu apparatlarning to'lqinlari yordamida Fors ko'rfazi hududida bir nechta davlatlarga harbiy bazalar va infratuzilma obyektlarini nishonga oldi. Jumladan, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar shular jumlasidandir. Bu apparatlarni yo'q qilish uchun ishlatiladigan havo mudofaa tizimlarining narxi ko'pincha apparatning o'zidan ancha qimmatga tushadi. Shu tariqa Eron iqtisodiy jihatdan bu boy Fors ko'rfazi davlatlariga katta moliyaviy bosim o'tkazmoqda. Mazkur strategiyaning yana bir muhim ustuni Eronning Yaqin Sharq bo'ylab ittifoqchilar tarmog'idir. So'nggi 10 yilliklar davomida Eron bir nechta davlatlarda qurolli guruhlar bilan aloqalar o'rnatdi. Ular qatoriga Livan, Iroq, Suriya va Yaman kiradi. Bu guruhlar ko'pincha Eronning vositachi qurolli kuchlari sifatida faoliyat yuritadi va unga o'z chegaralaridan ancha uzoqda ham ta'sir o'tkazish imkonini beradi. Natijada, hozir davom etayotgan Eron-Isroil qarama-qarshilik jarayonida bosim bir vaqtning o'zida bir nechta hududlarda paydo bo'lmoqda. Ya'ni, mojaro endi faqat bitta jang maydonida emas, balki bir nechta frontlarda yuz bermoqda. Geografiya ham Eron strategiyasida muhim rol o'ynaydi. Eron dunyodagi eng muhim dengiz yo'llaridan biri yonida joylashgan. Bu Hormuz bo'g'ozi. Bu tor bo'g'oz Fors ko'rfazini ochiq okean bilan bog'laydi. Har kuni dunyo neftining qariyb 20% aynan shu yo'lak orqali o'tadi. Agar bu bo'g'oz yopilsa yoki to'sib qo'yilsa, global energiya bozorlari darhol ta'sirini sezadi. Yaqinda Eron ushbu bo'g'ozni to'sib qo'ydi va energiya bozorini allaqachon ushbu strategik tor yo'lakning yopilishidan ta'sir ko'rdi. Eronning dengiz strategiyasi ham nomutanosib yondoshuvni aks ettiradi. AQShga o'xshash katta harbiy flot qurish o'rniga Eron raketa va torpedalar bilan jihozlangan kichik va tezkor katerlarga tayanadi. Ko'p sonli bunday katerlar tor suv hududlarini tez harakatlanib, katta harbiy kemalar uchun murakkab vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Nihoyat Eronning harbiy tuzilmasi ham kuchli bosim ostida ham faoliyat yurita olish uchun mo'ljallangan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va unga aloqador kuchlar shunday tashkil etilganki, zarur bo'lsa, turli bo'linmalar mustaqil ravishda ham harakat qila oladi. Bu markazlashmagan tuzilma shuni anglatadiki, hatto ayrim rahbarlar yoki harbiy bazalar nishonga olingan taqdirda ham umumiy tizim ishlashda davom etishi mumkin. Barcha ushbu omillar birlashgan aniq strategiya paydo qiladi. Eronning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlarini an'anaviy harbiy ma'noda mag'lub etish emas. Aksincha, uning strategiyasi urush shunchalik murakkab, qimmat va oldindan aytib bo'lmaydigan darajaga olib chiqishga qaratilganki, natijada mojaroni davom ettirish siyosiy va iqtisodiy jihatdan nihoyatda qiyinlashadi. Boshqacha aytganda, Eron strategiyasining mohiyati Amerika Qo'shma Shtatlarini to'g'ridan-to'g'ri harbiy jihatdan mag'lub etish emas. Uning maqsadi urushni shu darajada